Assalomu alaykum asalarichi do'stlar. Kecha mana shu bir ramkalik atvotkalarimizga yangi matkalar berib chiqqandik. Mana shu kardavan matkani bu oila qabul qilgan. Lekin ramkalarni ustiga chiqib olgan bugun. Chetida turibdi. Hozir yonida ikkita qo'riqchisi bor edi, ular ham kirib ketdi. Bilmadim bu yoqqa nimaga chiqqan. Bilganlar bo'lsa kommentariyada fikrlaringni qoldiringlar. Yoki bu ham o'lim yoqasidamikin? Narigisidan xabar olamiz. Yonidagisi ham xuddi shunaqa bir ramkalik atvotka. Bu ham kecha bergan onani qabul qilgan. Bu Karpat edi. Hozir ko'ramiz do'stlar. Bu yoqda ko'rinmadi. Nariga romkasini olib ko'ramiz. Bu bir ramkalik arisini ham to'la qilib qo'ygandim. Keyin bu yoniga bitta yana sush berganimga sushga ko'pi o'tyapti-da. Sush yangi. Mana ona mana shu yerda yuribdi, mana. Bu bugun erta xudo xolasa urchiydi. Bemalol yuribdi. Karpat matkadan ortiqcha bezovta qilmasdan joyiga tutib qo'yamiz. Bir ramkalik, ikki ramkalik atvotka olsalaring, oldingi videoyimda ham aytdim, обязательно litokni to'g'risiga qo'yib, ikkita tomonidan diafragma to'sqich berib qo'yish kerak. Litok to'g'risiga qo'yishdan maqsad napatni oldini olish. Do'stlar, tinch bo'lasizlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana bunda ham bittalik atvotkamiz bor, bir ramkalik atvotkamiz. Bunga Samarqanddan kelgan Kavkazskiy nimasini turini berganmiz. Bu urug'ga kiribdi, kecha qaraganimda urug' qo'yib yurgandi. Kavkazdan xabarlaring bor, berishda aytgandik. Shundan
ikkitasi qabul qilindi-da. Qolgan 3tasini arilar o'ldirib tashlashibdi. Xo'sh. Narigi tomonni ko'ramiz. Mana, matga ko'rindi degan umiddaman. Mana. Ajoyib chiroyli matka ekan bu ham. Kattagina uchmasdan oldin ham juda katta edi. Uchgandan keyin ho'kizdek bo'lib ketdi mana. Mana shu Kavkazimiz bo'ladi. Karnikadan ancha farqi bor. Xullas shunaqa do'stlar. Endi bularga birinchi urug'larini yopishi bilan Xudo xolasa Nariyodagi katta oilalarimizdan yopiq urug'li rasplotlardan olib berib ko'paytirib yuboramiz. Hozircha urug' qo'yishda davom etsin bular. Xo'p. Kavkazskiydan yana bittasi u Nariyodagi yashigimizda qoldi. Yonidagi o'zlaridan chiqazibdi. Bu ham kattagina chiqibdi. Mana shu bu yoqdan ikkinchi yashikda turgan. Kechagi mana ikkinchi yashigimizda bir-biriga o'tib tunnel qazib onasini o'ldirgan yashikka yangi ona bergandik. Qabul qildi. Xudo xolasa. Nariyoda ham arilarimiz bor. Obuna bo'lib qo'yasizlar, obuna bo'lmaganlar. Salomat bo'lasizlar.